Savol demak kerak narsani 2 soatga ishxonadan javob so'rab kelganman. Mana yana telefon Menga kelyapti. qarang, faqat siz o'z ishingizni o'ylaysiz. Bolangizni o'ylaysizmi, yo'qmi? Ha? Qo'yib bersa siz o'sha ko'rpa to'shagingizni olib ishxonangizga uxlaysiz. Qizingizni turmushga beryapmiz. Nimaga faqat o'z ishingizni o'ylayapsiz? Bolangizni o'ylaysizmi, yo'qmi? Har holda qizingizni turmushga beryapmiz. Bilib qo'ying, Xudolarning oldida biz uyatga qolib ketamiz. Uyat, sharmanda. Nima deydigan odam bo'lamiz? Gapiring. Nima emish? Ozgina chakangga o'tsa bo'lardi. Mana yetmagani gay to'xtatdi mana sani gayga. Baqirmayman-ga, ajab bo'pti. Nima qilishim kerak? Men sizga kecha aytgandim shuni. Kecha qilish kerak edi. Endi o'zi qoidabuzarligimiz uchun qamoq qo'yadi. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektori kichik sizdan keldi bo'lar. Yaxshimisiz? Hurmatli haydovchi, sizda birato'la ikkita qoidabuzarlik sodir bo'lyapti. Hozir sizda birinchi yo'l harakat qoidasining 9-bandini buzib, ya'ni harakat vaqtida xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatdan keldingiz. Ya'ni ikkinchi qoidabuzarlik jamoat transporti mo'ljallangan yo'lak avtomobil harakatdan kelyapsiz. Marhamat qilib hujjatlarni sodim qiling. Mumkin emas-ku, yaxshi emas-ku haydovchi nimaga? O'z sog'lig'ingiz, salomatligingiz xavfsizlik kamari. Nima sabab taqmayapsiz? Ham janjallashyapsiz o'zaro. Uy tashvishlari bilan bo'lib, mana keliningiz bilan tortishib qoldik. Me'mor uzr, boshqa takrorlanmaydi. Ogohlantirish bersanglar xursand bo'ladi. Endi uyga mehmonlar ham kelardi-da. Ustiga ishxonadan 2 soatga ruxsat so'rab chiqdim. Ustiga mana keliningiz bilan ham janjal. Sana deb bo'ldi-da mana onasi. bo'ldi qiling edi. To'g'ri, ayb menda-da. Qachon to'y? Bugun endi hozir 2 soatdan keyin mana fotiha bo'ladigan bo'lyotdi. Bugun fotiha to'ymi? Mayli, yoshlar baxtli bo'lsin. Avvalambor siz qarang, buni oqibatini ko'rib turibsiz, qanaqa holat bo'lishini. Faqat jamoat tashib yurish kerak. Xavfsizlik kamarini ular ham taqishlari kerak, kerak bo'lsa yon. To'g'ri, uzr. Endi sog'lig'ingiz, salomatligingiz boshqa naqa meni hozir qolganimizda endi tushunasiz-ku. bir safar ularni kechirib beradimi hozir? Bir gal kechiramiz. Kelgusida bu xosda boshqa takrorlanmasligini bilib qolamiz, hurmatli haydovchi. Rahmat. Shu qoidabuzarlik haqida bizni yurtdoshlarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Misol uchun. Endi qoida buzmasligini tavsiya qilgan bo'lardik va biz o'zimiz ham takrorlamaymiz degan umiddamiz. Boshqa qoida buzmang. Siz sog'lig'ingiz bizga yaqinlashmay kerak. Oq yo'l yaxshi qo'yinglar. Rahmat. Rahmat. To'yga o'tinglar. Rahmat.